Kalalaxonni xoni, oq bug'doyni noni, hamma yomon ko'rsa ham akasini joni. Voy, sadasi ketdi, charching pitib qoppa. Sanalar ketdikmi? Yana deganam keldi. Aka, ana fartugimni ham tuklab bering. Bo'ldi, hozirda kani 2 kundan keyin eslasang, charchingni bunday qog'oz o'rab, pigudek qilib jingalak qilib beraman, hamma. Voy, aka, charchingga taraf fartugimni tuklab ham beraman. Hada, pitlasam pitimni ham terib qo'yadi. Qanaqasiga bir oy malyarda ishlab 1 so'm pul olib kelmading? Bu onang nimdir prorab allab ishlatib pulimizni bermadi-da. Aka, olib kelgan tilasa qanday zo'r ekan. Yo'qdimi, xudo xolasi prorabga yana bir marta tuhmat qo'yarsam, trozdan nima qilib beraman? Eng noysa odamlar ham ko'pda, nima deysizda? Nima qilyapsiz, Obidaka? Ana singlim tamom uribdi, ichkarida Xolbekin ham tamom bosyapti. Joni urgan eshitilmasin deyapman-da. İçim açıydı-da. Men to'yimda orqasi uzun oq ko'ylak kiyishni o'ylayman. Sen nimani o'ylaysan? Men akam to'yimda yig'lasa qanday ko'ndirib olishni o'ylayman. Maktabga bormayman. Ha singlim nimani o'rtang tayligini tutyapti? Hammani qora patinkasi bor, meniki o. Bo'ldi, hol ishdan kelishda yalnız tarakki beraman. Yo'q, menga hozir kerak. Hozir? Voy, zo'r ekan, qaydan olding? Mayli qizlar, yaxshi o'qib kelinglar, qama. Yo'q, oyoqchidan jurmaganimizga mancha bo'pti. Qo'yili, singlingiz uchun oyoq yalang yurishga tayyormisiz? Kanishni, bir narsani bilinglar. Akalar singillarni yelkasida ko'tarib katta qilib, keyin umrini oxirigacha yuragida ko'tarib yuradi. Singlim, seni yaxshi ko'raman. Akasiga mehmon ekan, bugun bildim singillar